Assalomu alaykum hurmatli briefing ishtirokchilari. Bugun sizlarga Yangiyer shahardagi ta'lim muassasalari va tashkilotlarda dolzarb 90 kunlik faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ta'lim tizimi jamiyatning eng muhim sohalaridan biri bo'lib, unda barcha jarayonlar muntazam ravishda takomillashtirib boriladi. Ta'lim muassasalari oldida turgan vazifalar ko'lami keng bo'lganligi uchun ularning samarali bajarish maqsadida qisqa muddatli strategik rejalashtirish, xususan 90 kunlik dolzarb reja joriy etildi. Ushbu 90 kunlik davr o'quv jarayonini boshqarish, tashkiliy ishlarni muvaffaqlashtirish, tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar. 90 kunlik rejaning asosiy maqsadlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Jumladan, ta'lim jarayonini izchil va tizimli tashkil etish, qisqa muddatda muhim vazifalarni belgilash va bajarish, o'quvchilar faoliyatini samaradorligini oshirish, o'qituvchilarning bilim, ko'nikma, malaka nazorat qilishlardan iboratdir. Bundan tashqari, ta'lim muassasalarida tartib-intizomni mustahkamlash, o'quv yili davomida amalga oshiriladigan yirik rejalar uchun zaruriy zamin yaratilishi, o'tgan davr natijalarini o'rganish, muammoli nuqtalarni aniqlash, o'quvchilar va o'qituvchilar faoliyatini o'rganish, davomat, intizom va o'quv ko'rsatkichlarini tahlil qilishlardan iboratdir. 90 kunlik faoliyatning asosiy yo'nalishlari esa dars jarayonini kuzatish, o'qituvchilar uchun seminar treninglar, o'quvchilar o'zlashtirishini monitoring qilish, fan olimpiadalari va tanlovlarga tayyorgarlik ko'rish, 90 kunlikning tarbiyaviy va ma'naviy ma'rifiy ishlarini ham o'z ichiga oladigan tadbirlar mavjud. Jumladan, kitobxonlik targ'iboti, vatanparvarlik, ma'naviyat darslari, sport va madaniy tadbirlardir. Oila bilan hamkorlik tadbirlari esa alohida o'z o'rnini topadi. Dolzarb 90 kunlik faoliyatining yakunida samaradorlik quyidagi ko'rsatkichlar asosida aniqlanadi. O'quvchilar o'zlashtirish darajasini o'sishi, davomat, intizomning yaxshilanishi, dars sifati bo'yicha ko'rsatkichlar, tarbiyaviy ishlar faolligi oshishi, tashkiliy tartib-intizomning mustahkamlanadi hamda muassasa va tashkilotlar o'rtasida hamkorliklar kuchayadi. Shu o'rinda so'zim yakunida xulosa qilsam, dolzarb 90 kunlik ta'lim muassasaning qisqa muddatli strategik rivojlanish dasturi bo'lib, boshqaruv jarayoni aniqlik, samaradorlikni ta'minlaydi. To'g'ri tuzilgan va muntazam bajariladigan 90 kunlik reja ta'lim sifati, tarbiyaviy faollik, xavfsizlik, tashkiliy ishlar va hujjatlar bilan ishlashni kompleks yondashuvi asosida belgilashda xizmat qiladi. Bu reja muassasaning umumiy rivojlanish bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. E'tiboringiz uchun rahmat.